Tayyor to'rt xonali uy Yevro remont mebel texnikalari bilan sotuvga chiqdi. Lokatsiyamiz ham juda ham yaxshi. Yunusobod 3-kvartalda joylashgan. To'rt xona 3-etaj, 4 etajli dom. Arendamiz esa Universal bozori. Metroga 5 minutli yo'l, domimiz yo'lingizdan 2-domda joylashgan. Tayyor remont, umumiy maydonimizda 89 kvadrat metr mebel texnikalari bilan sotilyapti. Xonlarimiz esa alohida fransuzskiy planirovka. Mana chap tarafimizda podyezdimizdan kirilishimiz bilan stroyniy prixochkalarimiz qilingan. Uzun koridorimizni o'ng qo'limizda birinchi sanuzelimiz boshlanadi. Bu yerda hojatxonamiz, bu yerda esa oshxonamiz, pollarimiz полностью parket emas, parketdan qilingan. Remont ham juda ham yaxshi. Kuxni ganturlarimiz qilingan. Gaz, xolodilnik, hamma hadimiy mebel texnikalarimiz bor. Bu yerda esa zal. Zalimizning razmeri balkonimizdan qo'shganda 6 metrga 5 metr. Bu yerda ham stol suvlarimiz, mehki mebellarimiz, hamma narsalarimiz bor. Fransuzskiy planirovka, eng kelisi domimizda keramzitli dom, uyimizda juda ham issiq. Tomonimizda sanuzellarimiz полностью kafil qilingan. Bu yerda esa bitta detskiy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 290 ga 3,5 metr salkam. Bu yerda yana bitta detskiy xonamiz. Razmeri 280 ga 3,5 metr va bu yoqqa полностью mana stroyniy shkaflar qilingan ekan va spalniy xonamiz. Bu xonamizning razmeri esa 280 ga 5 metr. Bu yerda ham spalniy garnituralar qo'yilgan, televizorimiz bor, yaxshi akvaryumdan qo'yilgan. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi. Arendaga topshirsangiz ham indamay $600 atrofida arendaga ketadi. Narxi keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 99500 deb aytishyapti. Agar kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.